Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Xudo xolasa davlat teksturalari tayyor bo'ldi. Ustolarimiz turba uchun mo'ljallangan, turba tirsak chiqarishlik uchun. Hozir faqat qanot tirsak chiqarish degan turba qanot chiqarishni ko'rsatib o'tamiz. Unga mana detallarimiz kerak bo'ladi. Mana ishni ham kontoskadan boshlaymiz. Mana turbalar chokini chiqarishlik uchun ishlaydi bu. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi ish jarayoni turbaning chokini chiqarishdan boshlanadi. Mashg'ulot keltirib olinadi. Bundan keyin ish dumaloq qiladigan apparatimiz bor, shunga solinadi. Mana dumaloq qilish uchun ishlaydi mana. Mashg'ulot qo'shib beradi. Bundan keyin böyle çarkını basıp girelim. Üstüne ortalı. Bu holatda turbalar tayyor bo'ladi, uzun turbalar. Hozir bundan tirsak chiqarib ko'ramiz. Tirsakka mo'ljallangan. Kraskasini umuman ko'chirib qo'ygani yo'q. Hatto chizib ham qo'ygan, ko'chirish odati chizib ham qo'ygan yo'q. Hamma tishlarni yirtib ham qo'ygan yo'q mana. Bu garmoshka tirsagimiz eng asosiy ishi shuki, ham choklarni yirtib qo'ymash kerak. Yirtib. Agar yirtib qo'yadigan bo'lsa, ko'p tirsak barakitib tashlaydi. Asosiy e'tibor shunga qaratiladi. Mana bunda birorta yirtib qo'ygan yo'q. Hammasi zo'r, ideal. Bundan chiqqandan keyin buklaydigan apparatimiz bor mana, bunga solinadi. Ko'rishingiz mumkin. Mashg'ulot topgandan. Graduslar ham o'ta idealniy, go'nya holatda chiqqan. Zavod talabiga javob beradi ishlarni xudo xolasa, uyaltirib qo'ymaydi. Bundan keyin mana Bo'stonog'imiz turbalar uchun burishtirib ishlatib berish uchun ishlaydi. Avvalgi nasablar bor mana. To'rt xil turbalar qonga duso bergan, bitta, ikkita va keyin garmoshka tirsak emas, eski fason tirsaklar chiqarish uchun tishlarimiz bor mana. To'rtta nasabkasi bo'ladi. Bu yerda mana turbalarimizni serpilib beradi. Bir-biriga tushish osonroq bo'lishligi uchun. Bu yerda gelatinli jodimiz. Bu stologimiz turba uchun olsa ham bo'ladi, olmasa ham bo'ladi. Oladigan bo'lsa, qulayroq ish tezlashtirish uchun ishlaydi. Gelatinli jodimiz. Xudo xolasa zo'r. Bu gelatin jodini aytib o'tdik. Nechta kesishni ishlaydi. Turba uchun va tunikofon uchun ishlatsa ham bo'ladi buni. Asosiy tunikofon uchun, turba uchun ishlatsa ham bo'ladi. Ish tezlashtiradi, ham liniyalarni to'g'ri chiqarib beradi, qo'lda qaychida qirqqandan ko'ra. Bu yerda mana chig'iriq stanogimiz, valsovkamiz, chok bosadigan stanok, garmoshka tirsak apparatimiz,
va kantovkamiz turbalar chokini chiqarish uchun ishlaydi. Bu yerda klientimiz zakaz qilgan universal qaychi ham qo'shib berishligimizda bu telefon uchun apparatlarimiz ko'rishingiz mumkin. Mana holatlarda qirqib beradi mana. 3x3, 1.5x3, 45-90 qanotlarimiz bor. Uzunligi 1.83 bo'ladi. Ishni o'ta tezlashtiradi. Bilinlar to'g'ri chiqadi bu stanogimizda. Kimga shunday stanoglar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib, garantiyali qilib tayyorlab beramiz. Manzilni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasi. Yangiqo'rg'on Qo'qon yo'l qirg'og'ida joylashgan seximiz. Turba uchun, tunuka fon uchun stanoglar tayyorlab beramiz.